Kuni kecha kadastr agentligi tomonidan jurnalistlar uchun press tur tashkil etildi. Tadbir davomida ommaviy axborot vositalari vakillari o'zboshimcha qurilgan uy-joylarga huquqlarni e'tirof etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar jarayoni, xatlov va e'tirof axborot tizimlarining amaliy ishlash tartibi bilan yaqindan tanishdi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, mazkur raqamli tizimlar yordamida nafaqat xatlov ishlari tezkor va shaffof tarzda olib borilmoqda, balki fuqarolarga o'z mulklarini qonuniylashtirish imkoniyatlarini ham bermoqda. Biz Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumanidagi Fayzabod mahalla fuqarolar yig'iniga keldik. Bu yerdagi xonadonlarning ro'yxatga olingani va olinmagani ham ayni damda xatlovdan o'tkazilmoqda. Xonadonga chiqib o'rganilganda birinchi navbatda ko'chmas mulkni yuridik hujjatlari so'raladi. Kadastr pasporti, ko'chirma, davlat ro'yxatidan o'tgan, o'tmaganligi aniqlanadi. Undan so'ng ko'chmas mulkda agar kadastr hujjatlari bo'lgan taqdirda ham o'zgarish bor yo'qligi bugungi kundagi real chegaralar asosida o'lchab aniq shakllanadi. Xizmat mutlaqo bepul, har bir xonadonga bepulga borib o'lchav ishlari amalga oshiriladi. Xatlov boshlangan mahallada yashovchilarga mikrofon tutganimizda ayrimlarining kutgan kunlarimiz keldi degan xursandchiligiga ham guvoh bo'ldik. O'tgan yili qaror chiqqanda eshitgandik. Kadastr qilinadi deb. Shuni kutgandik, mana kelib rahmat. Kadastr qildirganmiz 2013-yil. Endi faqat 3 ta xona, keyin oshxona hammomga qildirganman-da. Mana shu xonadonimiz bo'yicha kadastr qilganimda, mana shu uyimiz bor edi. Bu yangi proyekt qilganim uchun mana endi qurdik buni, bularni qo'shtiryapmiz endi kadastr bo'yicha. Tadbir davomida yillar mobaynida uyga egalik qila olmay yashab kelayotgan 5 nafar fuqaroga egalik huquqi to'g'risida sertifikatlar berildi. Ular orasida 32 sotixlik xonadon egasi ham bor. Mana shu paytgacha masalan uyimga qo'noq kelsa ham, akalarim kelsa ham, Qozog'istondan qarindosh urug' kelsa ham, propiska ham qo'ya olmaysiz. Nimaga ham qo'ya olmaysiz-da, o'zingiz xijolat bo'lasiz. O'zing uyingda o'zing baribir egalik qila olmaysan. O'ziniki endi bu shaxsiy o'zingniki. Bemalol ko'ngling tinch. Bu bo'lmasa nima deydi, ko'ngling xotirjam emassan-da. Hozirgacha xatlovdan o'tgan obyektlar soni 840 mingdan oshgan. E'tirof etilganlari esa 18862 ta. Kirish imkoni yo'q obyektlar soni ham kam emas. Ular 91 mingdan ziyod. Nizoli holatlar aniqlangani esa mingdan ortiqni tashkil qilyapti. Mubina Nosirova, Javohir Mirzayev, Muhammad Ali Mamajonov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.